Assalamu alaykum hörmətli görmənlər. Uyğur Axbarat Mərkəzinin bugünkü xəbərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Bugün çarşamba. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsilatı bolsun. Uyğur Project Fondi 2022 yıl dekabrda, 2023 yıl 9 ayda İstanbulda 20 leksiya 2023 degan bir fəaliyyət ötküzüşni qarar qilgan bo'lib, muhacirat yaşayotgan Uyğur ziyolilarning bu fəaliyyət uchun maqola taqdim qilishga chaqirgan. Bu chaqiriq 100 betikdə ijtimoiy aloqa to'plari va Erkin Sidiqning 2 haftada bir qatim chiqardigan videosi orqali keng tarqatilgan bo'lib, uqtirishga tövəndiki moddalar kirgizilgan. Birinchi, bu fəaliyyətdən bugungi davrda chet ellarda yashayotgan bir qism Uyğur ziyolilarining millatni tarbiyalash va yetaklash jihatidagi aqliy kuchining namoyandasi vujudga keltirildi. Ikkinchi, maqola Uyg'urlar navbatda duch kelgan masala va tahdidlar, ularning kelib chiqish sabablari va ularni hal qilishning chora-tadbirlarini mazmun qiladi. Uchinchi, o'z yozgan maqoladan boshqa tillardagi Uyg'urga foydali bo'lgan danglik kitoblarning mazmuni asosida tayyorlangan maqolalarni qabul qilindi. To'rtinchi, maqolada o'z ismini emas taxallus ishlatsin bo'ladi. Beshinchi, tanlangan maqolalarning to'plami bir kitob qilib nashr qilindi hamda u kitob yozuvchilarga, baholash guruhi a'zolariga, tahrirlarga va leksiya faoliyati kelgan qarindoshlarga haqsiz tarqatildi. Oltinchi, kitobga leksiyaga kelmaydigan avtorlar yozgan ammo baholashdan o'tgan maqolalarni kirgizildi. Yettinchi, maqolaning uzunligi 5 betdan 20 betgacha bo'ladi. Uyghur Project Fondi chiqargan shartlar bo'yicha yozuvchilar eng oldi bilan berilgan vaqt muddati ichida o'zi tanlagan temalarning qisqacha mazmunini yozib avatgan. Tayyorlagan qisqacha mazmunni baholashdan o'tgan yozuvchilarga to'liq maqolani yozish uqtirish avatilgan. To'liq maqolani topshirishga vaqt muddati belgilangan. Baholash guruhi to'liq maqolalarni qaytadan tekshirib, layoqatli bo'lganlarini qabul qilgan. Zarur bo'lganda maqolalarga o'zgartirish yoki to'liqlash takliflari berilgan. Shu asosda 37 nafar yozuvchi tayyorlagan 44 parcha maqola rasmiy holda tanlanib, kitobga kirgizilgan. Xitoy Xinhua xabar torining 8-iyul 23 kundagi xabarda deyilishicha, atalmış Şinjan Madaniyat va Sayohat Ministerligi bilan Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumati birlikda uyushtirgan madaniyat marosimlari ko'rgazmasi 23 avgust Aqsu shahrida ochilgan. Bu ko'rgazmada Xitoyning 19 o'lka va shahar, atalmış Şinjan ishlab chiqarish va qurilish jamiyati Pingtuan va Sharq Turkistondagi 14 viloyat va shaharda kelgan 383 maros egasi va 330 maros buyumlari ko'rgazma qatnashtirilgan. Xitoy hukumati bu faoliyatni fursat sifatida qo'llanib, atalmış Şinjanga yordam beradigan o'lka va shaharlar bilan madaniyat almashtirishni kuchaytirib, atalmış Şinjangning madaniyat marosimlarini tanishtirib, uzun muddatli tinchlik va muqimlikqa puxta asos solib va mushuning o'xshash har xil faoliyatlarni ko'plab o'tkazish orqali Xitoy davlat ichi va sirtidagi davlatlar bilan o'zaro fikr almashtirish qurib, atalmış Şinjangning haqiqiy tarixi, madaniyati va san'atini davlat ichi va sirtidagi davlatlarga keng tashviq qilib, atalmış Şinjan xalqining hozirgi baxtlik turmushini texmi mukammal namoyon qilish orqali bir qism chet el taratqularning Xitoyning atalmış Şinjan siyosati to'g'risidagi ig'vo va tuhmatlarga qarshi unumli zarba bermoqchi ekanligini ifoda qilgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr xo'sh. Allohga omonat.